Qulpinoy plantatsiyamizga keldik, teplitsamizga. Qulpinoy uzilyapti. Qulpinoy to'y pish kerak hozir. Eng asosiysi ekologik toza. Ekologik toza bo'lishi muhim qulpinoy. Iloji boricha zaharli dori sepish kerak emas qulpinoyga. Qulpinoy boshqa mevalarga o'xshagan meva emasda. Uni ustini archib, po'stini ishilab yeydigan emasda. Qulpinoyni boricha uzib yeyiladi buni. Zaharli dori umuman sepish kerak emas. Chunki bu uni orqasidan allergik kasalliklar, har xil toshmalar, shuni asoratda kelib chiqadigan kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Biz Anguzal agroservisda biopreparatlarni sepamiz. Kimyoviy dorilardan foydalanish kerak emas qulpinoy yetishtirayotganda. Chunki bu mevaga plastinka bo'lib qotib qoladi baribir. Kimyoviy dorilarni sepgan muddatini so'raymiz. 15 kundan keyin bo'lsa biopreparatlarimizni sepamizda. Bo'lmasa o'ldirib qo'yadi bakteriyalarni. Kimyoviy dorilardan qochgan ma'qul. Virus kasalliklariga ham, zamburug' kasalliklariga ham, ildizni kuchaytirishga ham, mevani kattaytirishga ham, stressdan saqlash uchun ham, ildiz tizimini rivojlantirish uchun, umuman o'simlikni rivojlantirish uchun hammasiga biopreparatlar, masalan, Anguzal agroservisda biopreparatlari borda yetarli. Shuning uchun iloji boricha birinchi o'rinda o'zimiz sog'lig'imiz, farzandlarimiz sog'lig'ini o'ylashimiz kerak. Xalqimiz sog'lig'ini o'ylab turib bu ishni qilishimiz kerakki, kimyoviy dorilardan voz kechish kerak. Vaqti keldi. Vaqti kelganiga o'zi ancha bo'ldi. Chunki bu siz sog'lig'ingiz. Uni yeb turib, orqasidan birdaniga yeb turib bilinmashi mumkin. Har xil allergik kasalliklar, toshmalar, har xil kasalliklarga, yuqumli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bir tuzalib bo'lmaydigan kasalliklarga ham olib kelishi mumkin-da. Sotib olayotganda albatta kimyoviy vositalardan foydalanilganmi degan savolni albatta berib qo'yinglar. Uzdik. Eko mahsulot hisoblanadi-da. Shuni bemalol yeyish mumkin.